Kompyuter olmoqchi edim. Kompyuterni yaxshi tushunasiz. Qaysi brenddan olsam yaxshi? Ko'pchilik yangi kompyuter olmoqchi bo'lganlar HP, Lenovo, Asus kabi brendlarni solishtirib, qaysi birini tanlash haqida bosh qotirishadi. Aslida kompyuterni qanday tanlashingiz kerak? Birinchi o'rinda prosessor tanlashimiz kerak. Prosessor bu kompyuterning miyasi. Agarda prosessorni Intel kompaniyasidan tanlamoqchi bo'lsak, Intel kompaniyasining i3, i5, i7, i9 kabi prosessorlarni tanlashimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda operativ xotira. Operativ xotira qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, kompyuterimiz kattaroq dasturlar bilan ishlaganda sekinlashmaydi. Keyingi o'rinda doimiy xotira. Doimiy xotira ham o'z navbatida ikkita turga bo'linadi. Birinchisi HDD xotira, ikkinchisi SSD xotira. Biz SSD xotira olishingizni tavsiya qilardik. Minimal talab 256 GB. To'rtinchi o'rinda esa ekran sifati. Ekran sifati tasvirni sifatli ko'rsatish uchun juda ham muhim. Sizga tavsiyamiz Full HD IPS ekranli notebooklar. Va nihoyat endi brend haqida o'ylashingiz mumkin. Masalan, HP, Asus, Acer kompyuterlarini. Qaysi soha uchun kompyuter tanlash bo'yicha video ko'rishni xohlaysiz? Sohangizni izohda yozib qoldiring.